Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Bugun vatanparvarlik haqida to'xtalamiz. Jannatning yo'li vatandan o'tadi. Islom dinimizda vatanni qo'g'dash eng oldingi farzlarning biri. Qur'on Karimda jihad haqida tushgan tunji oyatning vatan sabablik ekanligini bilganimizda bu masalani texmi obdan tushunamiz. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu ve innallaha ala nasrihim laqadir allazina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbunallah. Hujum qilinuvchilarga zulmga uchraganligi uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Shaksizki Alloh ularga yordam berishga albatta qodirdir. Ular faqat Robbimiz Allohdir deganligi uchunla o'z yurtlaridan nohaq haydab chiqarilgan edi, deydi Alloh taolo. Çünkü Allah Teala bu ayette Müslümanlığa özlerini ana vatanidan qo'g'lab chiqargan, öy joylarini ve mal mülkini tartib olgan zalimlarga qarshi urush qilishni farz qilgan. Bu ayette Müslümanlarning Rabbimiz Allohdir deganligi uchun o'z yurtini qo'g'lab chiqarilganligi, ularning urush qilishga buyurilganligining sababi qilib ko'rsatilgan. Vatanni qutqizish yo'lda urush qilish Alloh yo'lida jihad qilganlikdir. Alam tara ilal mala'i min bani Isroil min ba'd Musa iz qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malakan nuqatil fi sabilillah قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. İyi peygamber sana Musa'dan kim kelgen İsrail evladının katta başlarının haberleri yetmedi mi? Ular öz vaxtida özlerinin peygamberge bizge bir padişah tiklep bergen. Onun başçılığında Allah yolunda cihat kılaylı dişken idi. Peygamber, sizlerge cihat kılış farz kılınsa cihat kılmayı kalsanlar çoğu dedi. Ular, yurtlarımızdan haydap çıkarılgan ve balavaqılarımızdan juda kılıngan tursak, kandak mı Allah yolunda cihat kılmaylı dedi. Ularga cihat kılış farz kılıngan çağda, ularının az kısmından başka hemmesi cihat kılıştan baş tarttı. Özüge zulüm kılgıçılarını Allah obdan bilido deydi. Bu ayetning yurtlarimizdan haydab chiqilgan ve balıvaqılarımızdan juda qilingan tursak, qandaqmı Allah yo'lida jihad qilmayli degan qismi bir musulmon uchun o'z yurtini qaytirib elish yo'lida urush qilishning Allah yo'lida qilingan jihad ekanligini bildirdi. Vatanni qo'ldan berish o'lgan bilan tangdir. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. Eğer biz onlara üzünlerini öldürünler, ya ki yurtunlardan çıkıp gitinler dep emir kılgan bolsak, ularning azgınısının başkası bunu icra kılmaydı. Bu ayet canını qo'g'dash qanchalik zarur bolsa, vatanni qo'g'dashning uningdanmi bak zarur ekanligiga ishorat qiladi. Birovni o'z vatanidan chiqarib etish, uni o'ltirish yoki darg'a esish va yoki put-qo'lni kesish bilan tangdir. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Alloha va rasulahu va yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim ve arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard zalika lahum khizyun fid dunya ve lahum fil ahireti azabun azim. Allah'a ve onun peygamberiga qarshi urush açıdığanlarning yer yüzüde bozgunçılık kılıdığanlarning cezası shuki, ular öldürülüşü, yoki darg'a esilishi, yoki o'ng qo'li ve sol puti kesilishi, yoki surgun qilinishi kerak. Bu jazo ularni dunyoda rasvo qildi, oxiratda ularga cho'ng azob bordir deydi. Yuqorqilarning hammasi Qur'on Karimning vatan uchun bergan ta'birlari. Bu ayetlerde görgünümüzdek Kur'an-ı Kerim vatanning qimmatini ve onu qo'g'dashning ne kadar zarur ekanligini bayon qilgan yagona kitaptır. Dünyada hech qanday kitap ve hech qanday din vatanga Kur'an-ı Kerim qimmat berganda qimmat bergan emas. Şu sebepten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Medine'ye hicret qilgandan keyingi en muhim işi devlet kuruşuna ibaret bulgan. Çünkü Peygamber Aleyhisselam müstakil
vatan bo'lgandilar. Andın Allah Taala'nın dinini yaşatqılı ve onun hükümlerini icra qılğılı buruduğanlığını nihayet obdan biletdi. Peygamber Aleyhisselam'ın cihatlardaki vatanperverlik namuneleri. Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında yüz bergen Bedri, Uhud ve Hendek qatarlıq çoğ uruşlarının vatanını qoğdaş, Medine Munavvaradan ibaret Müslümanların tuncu devletini ve yegane vatanını qoğdaş üçün bolğanlığını ve muşu uruşlarının hemmisi Medine Munavvara şehrinin etrafında yüz bergenligini bilginimizde cihatının asaslıq sebeplerinden biri İslam diyarını qoğdaş üçün ikenligini düşünüp yetimiz. Çünkü Bedir uruşu Hicriye'nin 2. yılı, miladiye 624. yılı, Ramazan ayının 17. günü Cuma seher vaxtida Medine Munavvara şehrinin g'arbi janubiga joylashgan Bedir degan joyda bo'lgan. Uhud urushi Hicriye'nin 3. yılı, Şevval ayının 7. günü, miladiye 625. yılı Medine Munavvara şehrdeki Uhud tağıda bo'lgan. Hendek uruşu Hicriye'nin 5. yılı Şevval ayda, yani 627. miladiye yılı Medine'ye yakın bir joydaki Sel tağının eteklerinde bo'lgan. Demek Peygamber Aleyhisselam ve onun sahabeleri başkalarının vataniga hücum qılıp uruş qılmagan. Fakat din davetini yeyiş üçün tosaqlarını açqan. Nurgun şehirlerini, devletlerini fetih qılgan. Fetih degan Allah bilen bende arasındaki kirip qalgan tosaqlarını içip bendilerini Allah Taala'ga yaqinlashtirish degan ma'noni uqtirdi. Müslümanlarning vatani bo'lgan Medine shahrini qo'g'dab qilish uchun ular urushgan. Şuna bu uruşlar Mekke'de yoki boshqa joylarda emas, Medine shahrining atrofida bo'lgan. Chunki kafirlar islom diyoriga hujum qilib kelgan, musulmonlar bo'lsa islom diyorini qo'g'dash uchun ular bilan urushgan va orqaga qaytargan. Payg'ambar alayhisolamdan keyin uning sahobalari islom diyorlarini qo'g'dash, din da'vatini qanot yaydirish, to'saqlarni ichish yo'lida bargan joylarda shahid bo'lgan ve kabirleri şu joylarda kalgan. Köplagan sahabelerinin kabirlerinin Şam, Irak, Mısır, Yemen, Türkiye, İran, Azerbaycan qatarlıq joylarda kalganlığı bunun misali. Peygamber Aleyhisselam'ın öz yurtunu azat qilish yo'lidagi kurashları. Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'ye hicret kılgandan keyingi 10 yıllık hayatını misal qiladigan bolsak, o zatning Medine'deki hayatı Müslümanların tuncu devleti bo'lgan Medine Munavvara shahrini Mekke ve onun atrofidagi Arab qabilalarının hücumlarından qo'g'dash bilan muhacirlarning asli vatani bo'lgan Mekke Mukarrama shahrini mushriklarning changilidan azat qilish arzusi ve tayyorligi bilan o'tganligini bilamiz. Allah Peygamberinin düşünü haqiqiy turda rastlıqqa aylandırdı. Ey Peygamber, Allah xalisa sizler xatirjam bo'lgan, ba'zilaringlar başlarını tushirgan ve ba'zilaringlar qirqigan holda qo'rqmay cho'qim Masjid-i Haramga kirsizlar degan oyatmi Peygamber Aleyhisselam'ның öz vatini Mekke'ni qanchalik bak sig'inganligining va uningga kirishga qanchalik taqozo bo'lib ketganligining amaliy ifodasidir. Peygamber Aleyhisselam 23 yıllık peygamberlik hayatının 13 yılını Mekke'de kalgan 10 yılını Medine'de ötküzdü. Peygamber Aleyhisselam Mekke'deki 13 yıllık peygamberlik hayatta avvalki 3 yılda kişilerini İslam'a mahbi davet kılış, keyingi 10 yılını İslam'a aşkarı davet kılış bilen ötküzgen bolsa mı, bu jarayonda şeriat ahkamları ve kanun tüzümleri belgilenmedi. Fakat Medine'ye hicret qilib berip, o joyda Müslümanların mustaqil devleti bo'lgandan keyin köplagan islom farzlari, shariat ahkomlari ve kanun tüzümleri buyuruluşqa başladı. Bunun şu xulasını chiqarishga bo'ladiki, dinning emir fermanlarini icra qilish ve ibadetlerini erkin halda o'rindash uchun albatta vatan kerak, mustaqil davlat kerak. Vatan tushingizga kiramdi o? İnsaniyatның iftiharlıq ölgüsü Hazreti Muhammed Aleyhisselam her bir vatanperver insanga o'xshash öz vatanini suyatdi.
uningga talpinatdi va uni dushmanlarining changalidan ozod qilishni kecha kunduz o'ylaydi. Uning planini tuzatdi va shu plan bo'yicha harakat qiladi. Hatto uxlagandimi Makkaga berib tush ko'ratdi. Laqad sadaqallohu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-haram insha'allohu aminin muhalliqin ru'usakum va muqassirin la takhafun. Allah peygamberinin tushini rastga chiqardi. Ey peygamber, Allah xolisa sizlar xotirjam bo'lgan, ba'zilaringlar boshlaringlarni tushirgan va ba'zilaringlar qirqigan halda qo'rqmay cho'qim masjidi haramga kirsizlar degan oyatmi Peygamber Aleyhisselam'ның o'z vatini Makkani qanchalik sig'inganligining va uningga qanchalik taqozo bo'lganligining bir ifodasi. Köpüncü vaqtlarda adam özü qattiq tashna bo'lgan va isiyadi shuningda qolgan narsasini tushaydi. Bu xuddi qattiq usab ketgan odamning suv ichib yoki suv izlab tushuginiga o'xshashlar bir ish. Peygamberimiz Allah Taola'nın yardım bilan o'zi arzu qilib harakat qilgan, sabab qilgan, hatto shuni tushab, shuni o'ylab kunlarini, oylarini ve yıllarını ötküzgen ulug'vor planını amalga oshirdi. Biz tushimizda vatanni qachon ko'rdik? Unutmaslik kerakki, vatan sevgisi shoirlarning she'rlari yoki adiblarning va vaizlarning dabdabalik so'zlari bilan emas, fidokorlik ruh bilan to'xtovsiz ishlash orqali ifodalanadi. Xuddi Yalqin Ruzi aytgandek, yiroqlarda turib vatanni sig'inish alohida ish emas, vatan uchun alam chekish qaltis ishdir. To'g'ri, vatan uchun alam chekkanlar bedel to'lashni qo'rqmaydi. Vatan tuyg'usida mardona yashaydi. Vatan davosini hayotining hamma sohalarida aks ettirdi. Yuqorqi oyat va hadislardan ko'rgil bo'ldiki, bir musulmon uchun vatanparvarlik haqiqiy dindorlikdir. Düşmanlarning qiltoqlari va hatto tushundirilgan hadislar. Bizning musulmonlar yoshlarimizning mingisini islom nomi bilan zaharlashni planlaganlar Peygamber Aleyhisselam'ның sahih hadislerini bormalab tushundirib, ularni vatanparvarlik tushunchasidan va vatan sevgisidan mahrum qilib keldi. Birinchi İmam Muslim Jundub ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda Peygamber sallallohu alayhi vasallam kimki asabiylikka chaqirish yoki asabiylikka yordam qilish yo'lida o'ladigan, u kofirlik o'limida o'lgan bo'ldi degan. Hadisdagi asabiylik qabilavozlikni burunqi jahiliyat davriga qaytish uchun qilingan borliq harakatlarni ifodalaydi. Chunki islom dinining g'alabasiga tang kelolmay majburiy musulmon bo'lgan arab qabilalarining to'lisi fursat topsalar o'zlarining burunqi jahiliyat davriga qaytishni va shu jahiliyatga da'vat qilishni qo'ldan bermaydi. Peygamber Aleyhisselam'ның vafotidan keyinla bazı arab qabilalari orasida bosh ko'targan murtadlik, yani dindin yenilish harakati bunun misali. U chaqda Makka, Madina va Toif shaharlaridan boshqa shaharlardagi arab qabilalarining ko'p sonliqi murtad bo'lgan edi. Peygamber Aleyhisselam kimki asabiylikka chaqirish yoki asabiylikka yordam qilish yo'lida ölüdiken o kafirlik ölümünde ölgen buldu diyen sözü İslam'dan yeni bilip burunqi cahiliyet devrige qaytmakçı bolgan Araplarga qartılgan agahlandırış idi. Ama Müslüman yaşlarını zəhərləşini planlaganlar bu hadisini tətir düşündürüp onu vatanparvarlikka qartılgan deb jo'yilgan. Andın İslam'da kavmiyetçilik yok, vatan davası qilish yo'q degan şuarni yangratgan. Halbuki islom dinimiz ijobiy millatchilikni, vatanparvarlikni qo'llaydi. Shumi aniqki, vatanparvarlik haqiqiy diyonatning ifodasi. Ikkinchi, İmam Buxoriy va İmam Muslim Abu Musa radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda mundaq kelgan. Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan biri o'zining kuchini ko'rsatish uchun urush qiladi. Yana biri asabiylik uchun urush qiladi. Yana biri o'zining botir ekanligini ko'rsatish uchun urush qiladi. Bularning qaysi Alloh yo'lida bo'lgan urush bo'ldi deb so'ralganida
kimki Allah'ның dinini üstünlükке ega qilish uchun urushid ekan, ashu Allah yo'lida urush qilgan bo'ldi deb javob bergan. Bu hadisni burmo'g'anlar hadisdagi asabiylik degan so'zni vatanni deb urush qilish, millatchilik qilib urush qilish deb sharhlab, musulmon yoshlarini vatan so'ygisidan va vatan davosidan voz kechadigan holatga keltirib qo'ygan. Halbuki hadislarda kelgan asabiylik arablarning islomdan burungi jahiliyat davriga qaytish uchun elib borgan qilmishlarini ifodalaydi. Bu hadis ustida tafakkur qilgan bo'lsak, uningdagi Allohning dinini ustunlikka ega qilish degan so'z vatanni qo'g'dashning farzligiga ishorat qiladi. Chunki mustaqil vatan, mustaqil davlat bo'lgandala Alloh taolaning dinini ustunlikka ega qilg'ili, Alloh taolo buyurgan emir fermanlarını o'rindig'ili ve İslam qonunini icra qilg'ili bo'ldi. Buni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nihoyat yaxshi tushunatdi. Payg'ambar alayhissalomning bir oylik musofini besib Tabuk degan joyga berib, u joyda İslam davlatiga xotimi berish uchun to'plangan 40 mingdan ortiq Rim qo'shiniga hayva ko'rsatib, ularni urushsiz yengib Madinaga g'oliblarcha qaytganligi vatanparvarlikning eng yuqori ulgisi edi. Chunki shu chaqda Bizantiya imperatorligi o'z qo'shinlarini va rayondagi G'asasina arab qo'shinlarini to'plab Madina islom davlatini yiqitish uchun urush tayyorligiga tushgan. Bu xabar Payg'ambar alayhisalomga yetgandan keyin Payg'ambar alayhisalom Hijriyaning 9-yili, ya'ni 630-yili yoz kunlari havoning qattiq issiqligiga, musofining nihoyat uzoqligiga qaramay 30 ming kishilik islom qo'shinini boshlab Tabuk rayoniga borgan. Agar Payg'ambar alayhisalom bu urushga chiqmagan bo'lsa, ular Madinaga hujum qiladi. Şunu bilan musulmonlarning birdan bir vatani bo'lgan Madina qo'ldan ketadi. Payg'ambar alayhisalomda bo'lgan bu hushyorlikning va urush strategiyasining 100dan hatto 1000dan biri hozirgi musulmonlarda bo'lgan bo'lsa edi, islom diyori bugünkidek ba'zi mustamlikida, ba'zi cho'ng davlatlarning biqindiligida qolmagan bo'ladi. Afsuski 16-asrdan keyingi vaqtlardan boshlab musulmonlar İslam diyarıga xiris qilayotganlar bilan kar bo'lmaydigan, düşman besib kirmigicha o'rnidan qimirlamaydigan o'ltirishni afzal ko'radigan bo'lib qolgan. Shu sababdan islom diyarining har qaysi joylari mustamlikchilar tomonidan ishg'ol qilingan. 3. Payg'ambar alayhisalom yana mundaq degan: o'zining mol mulkini qo'g'dash yo'lida o'lgan odam shahiddir. Özünün canını qo'g'dash yo'lida o'lgan odam shahiddir. Özünün dinini qo'g'dash yo'lida o'lgan odam shahiddir. Özünün oilasini qo'g'dash yo'lida o'lgan odam shahiddir. Bu hadisni Imom Ahmad, Abu Davud va Tirmizi qatorliqlar rivoyat qilgan. Allama Albani sahih deb baholgan. Bu hadisni ulamolar mundaq sharhlagan: o'zining mol mulkini yoki oilasini yoki dinini qo'g'dash yo'lida o'lib ketgan odam Allah yolda şehit bo'lganlar qatoriga kirdi ve oxiratda shehidlarga tayyorlangan mukofotlardan bahramand bo'ladi. Ma'lumki, mustaqil vataningiz bo'lmasa, ne mal mulkingiz, ne oilangizdagilarni, ne diningizni qo'g'dab qola olmaysiz. Shaksizki, jonni, mal mulkni, oilani, dinni qo'g'dab turadigan birdan bir qo'rg'on vatandir. Mustaqil vataningiz bo'lmasa, sizning insonlik salohiyatingiz bilan erkin yashashingiz, uning ustiga musulmon bo'lib yashashingiz texmo mumkin emas.